Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana sizlar bilan birgalikda uglevodorodlar katta bo'limini tugatdik. Bugundan boshlab Xudo xolisa Bismillahirrohmanirrohim deb kislorodli organik birikmalar bo'limini boshlab olamiz. Kislorodli organik birikmalar bo'limi bir muncha katta bo'lim hisoblanadi. Ya'ni tarkibida juda ham ko'plab sinflari mavjud. Sabr qilasizlar, birgalikda duo qilib turasizlar, birgalikda to'liq ko'rib chiqamiz inshaalloh. Bugun sizlar bilan kislorodli organik birikmalarning dastlabki sinfi hisoblangan spirtlar mavzusini boshlab olamiz. Xo'p, spirtlar, ya'ni spirt bo'lishi uchun organik birikma qanday tuzilishga ega bo'lishligi kerak? Bu juda ham oson. Masalan, sodda qilib yozaveramiz. Mana radikal. Radikal tarkibiga birorta OHni ulab qo'ysangiz, spirt hosil bo'ladi. Demak, organik birikmalar spirt deb atalishi uchun tarkibida OH bo'lishi kerak. Endi bu radikalning tarkibi qanday bo'lishini hali ko'ramiz. OHlar soniga ko'ra bitta OH bo'lishi mumkin, ikkita bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin. OHlarning soniga ko'ra spirtlar quyidagi 3 ta sinfga bo'linadi. Bir atomli, ya'ni bitta OH saqlagan, ikkita atomli, ya'ni ikkita OH saqlagan va ko'p atomli, 3 ta va undan ko'p OH saqlagan toifalarga bo'linadi. Endi spirtlarning bor yo'g'i 3 ta toifasi mavjudmi deyilganda yo'q albatta. E'tibor qiling, mana bu radikalning tabiatiga qarab ham spirtlar toifalanadi. Qanday? Masalan, mana bu radikalning tuzilishi alkanlarga o'xshasa to'yingan deysiz. Agar alken, alkin, alkadinga o'xshasa to'yinmagan deysiz. Yoki tarkibida benzol halqasi saqlasa aromatik deymiz. Demak, bir atomli spirtlarning o'zi to'yingan, to'yinmagan va aromatikka bo'linadi. Ikki atomli spirtlar to'yingan, to'yinmagan, aromatik va ko'p atomli spirtlar ham xuddi shunday to'yingan, to'yinmagan, aromatikka bo'linadi. Demak, jami umumiy sinflar soni 9 ta bo'ldi. Xo'sh, endi ko'pchilik videoni kuzatib turganlarda xavotir boshlanadi. Buncha sinf qancha vaqtda o'tib tugatamiz? Bulardan faqat 3 tasi darsligingizda berilgan, shu sababli 3 ta sinfini ko'ramiz. Ya'ni bir atomli to'yingan spirtlar, ikki atomli to'yingan spirtlar va ko'p atomli to'yingan spirtlarni ko'rib o'tamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, bugun bir atomli to'yingan spirtlarni batafsil ko'rib chiqamiz. To'yingan bir atomli spirtlar. Mavzuning nomidan sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerakki, bir atomli, ya'ni bitta OH bor, to'yingan so'zi bu tarkibida alkan yoki siklalkan borligini bildiradi. Xo'p, umumiy formula keltirib o'tamiz. Alkan yozishim uchun +2 deb yozishim kerak. Lekin bir atomli bo'lganligi sababli alkan tarkibidan bitta vodorod chiqib ketib, o'rniga OH keladi. Ya'ni vodorod bittaga kamaydi va OH keldi. Mana umumiy formulasi xuddi mana shunday. Yoki buni ixchamlashtirib mana to'liq alkan ko'rinishda yozib, O deb yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu haqda avvalgi darslarimizda batafsil aytib o'tgan edik. Endi gamologik qatori bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, bularning ham gamologik qatori xuddi alkanlar kabi bitta uglerod saqlagan vakilidan boshlanadi. Mana CH3OH bo'ldi formulaga mos ravishda. Shu tartibda ketaveradi. Xullas oson. Endi bularning nomlari qanday hosil qilinadi? Diqqat qiling. Bir atomli spirtlarning nomini hosil qilish uchun alkanning nomini to'liq aytasiz. Masalan, metan deb. Mana metan so'zini to'liq aytib, oxiriga ol qo'shimchasini qo'shib qo'yasiz. Metan ol bo'ladi. Keyingisi etan so'zini to'liq aytib, etan ol deymiz. Va hokazo bu ham propan ol bo'ladi. Demak, nomlarini tushungan bo'lsangiz, endi biroz yirikroq bo'lgan, tarmoqlangan zanjirli spirtlarni nomlab ko'ramiz. Bir nechta namunalar keltiraman, birgalikda nomlab o'tamiz.
Xo'p, mana 3 ta struktura keltirdim. Endi ularning nomi qanday hosil qilinadi? Dastlab asosiy zanjirni tanlab olish kerak. Bular ham spirtlar mavzusi, mana spirt bo'lishiga sababchi bo'lgan qismini yaxshi tushunib olishingiz kerak. Spirt bo'lishiga OH qismi sababchi. Ya'ni mana bu radikallar emas. Ya'ni OH yaqin bo'lgan tomondan raqamlaysiz va shuningdek OH asosiy zanjirda turishligi lozim. Bunda qaysi tomondan raqam qo'yishning ahamiyati yo'q. Demak, buning nomi qanday aytiladi, e'tibor qiling. 3 ta uglerod bo'lganligi uchun propan, OH borligi sababli ol, mana propan ol. Ol nechida turibdi? 2 da. Demak, propan ol 2 deymiz. Bu sistematik nomenklatura asosidagi nomi edi. Bu moddaga e'tibor qiling. OH o'ng tomonda, mana sizga nisbatan o'ng tomonda yaqin, shu sababli o'sha tomondan nomer qo'ydim. Endi nomi qanday hosil qilinadi? 2 metil, avval metilni aytib oldik, endi propan deb aytamiz. Propan ol bo'ladi. Endi keyingi vakiliga e'tibor qiling. Bu vakilini birinchi raqamni olish uchun OH yaqin tomonni topamiz, o'ng tomonga yaqin, shu sababli mana 1 2 3 4 5. Endi bu moddaning nomi qanday hosil qilinadi? Avval radikallarni aytamiz. 3 4 4. 3 4 4 trimetil. Asosiy zanjirda 5 ta uglerod atomi bo'lganligi sababli pentan. OH bo'lganligi sababli ol. Pentan ol. OH 2 da turganligi uchun 2 deymiz. Sistematik nomenklatura asosidagi nomlarini yozib chiqdik. Agar sistematik nomlashni tushungan bo'lsangiz, bu moddalarni birato'la ratsional nomlanishini ham keltirib o'tsak. Xo'p, ratsional nom qanday hosil qilinadi? Aslida ratsional nom esingizda bo'lsa, birorta sinf vakillarini ratsional uslubda nomlamoqchi bo'lsangiz, birinchi vakilini asos qilib olib, qolganlar shunga birikishidan, radikallarni birikishidan hosil bo'lgan hosilalar deb qaralar edi. Masalan, alkanlarda metan olinib, trimetil metan, tetrametil metan va hokazo. Alkenlarda sim, dimetil etilen va hokazo shu tartibda bo'lar edi. Bu sinf vakillarida ham birinchi vakili metil spirt asosiy qilib olinish kerak edi. Lekin darsligingizda, mana akademik litsey organika bo'limida darslikda yoki 10-sinf darsligida ham ratsional nomlashi biroz xato berilgan. Shu xatoligi bo'yicha o'rgatamiz, chunki testlarda ko'rganda chalkashib, adashib ketmasligingiz uchun. Xo'p, unda qanday aytiladi? Ratsional nom hosil qilish uchun deyiladi. Mana bu radikalning nomini aytasiz. Ya'ni bu radikal metil radikali. Metil. Mavzuning nomi e'tibor qilsangiz spirtlar. Demak, metil spirt. Keyingisi etil so'zini to'liq aytib, spirt mavzuning nomini qo'shib ketasiz. Va hokazo mana shu tartibda nomlanadi. Aslida bu spirt so'zi bilan nomlash radikal funksional nomenklatura deb ataladi. Endi bu mayli boshqa masala. Demak, shu nomlashni ratsional deb qabul qilasiz va yaxshilab o'rganib olasiz. Endi mana bu moddalarni ratsional uslubda nomlab ko'raylik. Buning uchun nima qilamiz? OH ga yopishgan radikalning nomini tanib olishingiz va bilishingiz lozim mana. Bu qaysi radikal? Albatta izopropil. Shu sababli izopropil spirt deb ataymiz. Xo'p, navbatdagisi. Mana bu OH ga yopishgan radikalni tanigan bo'lsangiz kerak. Bu izobutil radikali. Shu sababli izobutil spirt deb ataladi. Mana bunday. Endi oxirgi moddani ratsional nomlamoqchi bo'lsak, bilasizki, ratsional nomenklaturani kuchi har doim ham barcha moddalar nomlashga yetavermaydi. Masalan, bu moddani nomlay olmaydi. Nega deyilganda, bunda mana OH ga yopishgan katta radikalni nomini bilmaysiz, ya'ni tanimaysiz. Aslida nomlash mumkin, ya'ni karbinol uslubida nomlanadi, lekin u darsligingizda berilmaganligi uchun
Mayli, to'xtalib o'tmaymiz. Demak, buni ratsional nomi yo'q deymiz buni. Mavjud emas. Xo'p, tushungan bo'lsangiz, ushbu topshiriqqa e'tibor qiling. Mana bir nechta strukturalar keltirib o'tilgan, ularning sistematik va ratsional nomlarini yozib, video ostidagi izohlarda qoldiring. Agar ratsional nomlari mavjud bo'lmasa, yo'q degan holda izoh qoldirishingiz talab etiladi. Albatta biz to'g'ri yoki xatoligini aytib, mavzuning keyingi qismiga o'tamiz. Mana aziz o'quvchilar, odatdagidek sinf haqidagi umumiy ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Hozirroq daftaringizga to'yingan bir atomli spirtlar deb mavzu qo'ying va ushbu ma'lumotlarni yozib oling. Avval aytib o'tganimizdek, organik kimyoni faqat ko'rib yoki eshitib o'rganib bo'lmaydi, albatta yozish bilan bilim mustahkamlanib boradi. Endi takrorlab o'tamiz. Umumiy formulasi CnH2n plus 2O bo'lgan yoki CnH2n plus 1OH bo'lgan. Bu formulalar haqida yuqorida gaplashib o'tdik, hattoki kelib chiqishigacha. Tarkibida bitta OH saqlagan kislorodli organik birikmalarga to'yingan bir atomli spirtlar deb ataladi. Gomologik qatoriga keladigan bo'lsak, mana bitta uglerod saqlagan vakilidan boshlanib, buyog'i cheksiz ketaveradi. Nomlari metanol, etanol, propanol va hokazo bu sistematik nomi haqida gaplashib o'tdik. Ratsional nomi ham bu haqda ma'lumot berdik. Yana qisqacha takrorlab o'taman. Radikal nomi aytilgandan so'ng sinfning umumiy nomi, ya'ni spirtlar degan nomi aytiladi. Mana metil spirt, etil spirt, propil spirt, butil, pentil, geksil spirt va hokazo ratsional nom hosil qilinadi. Videoning ushbu qismidan olishingiz, bilishingiz muhim bo'lgan ma'lumot bu tarixiy nomlar hisoblanadi. Mana metil spirtning o'zida ikkita tarixiy nom bor, etil spirtning o'zida ham ikkita tarixiy nom bor. Demak, metil spirtni karbinol deb atashadi, etil spirtni esa vino spirti deb ham atashadi. Bundan tashqari, metil spirtni yog'och spirti deb ko'pchilik atashadi. Bu tarixiy nom. Nega deyilganda, metanolni dastlab yog'ochni quruq haydash orqali olishganligi uchun yog'och spirti deyishadi. Endi etil spirtni ba'zan gidrolis spirti deb ham ataladi. Xo'sh, nega bunday deyiladi deyilganda, kraxmalni gidroliz qilib, glyukoza olinib, glyukozadan etil spirt olinganligi uchun gidroliz bosqichi borligi sababli gidroliz spirti nomi ham berilgan. Bundan tashqari e'tibor qiling, mana ratsional nomni hosil qilishda etil, propil, butil ketaveradi, lekin mana pentil so'zini o'rniga ba'zan amil so'zini ham ishlatish mumkin. Endi bu tarixiy nom bo'lmasa-da, ushbu joyga keltirdik. Moddalarni ko'rganda amil spirti deyilganda tanisangiz kifoya qiladi. Bir atomli spirtlardan hosil bo'lishi mumkin bo'lgan radikallarga e'tibor qiling. Bilamizki, mana bunday holatni biz metil spirt deb atadik. Mana shu holatda, mana bu vodorodning chiqib ketishi natijasida vujudga keladigan radikallar mana oksil radikallar deb ataladi. Endi nom qayerdan keldi e'tibor qiling. Mana bu qismni met ekanligi, ya'ni metan, mana bu etan, et ekanligi, propan, ya'ni prop, butan, but, pentan bo'lsa pent va hokazo ekanligi esingizda bor. Mana bu qismi oksi deyiladi. Met oksi, etoksi, propoksi, butoksi. Xo'sh, bularni qanday ishlatamiz, qachon ishlatamiz? Shu haqda qisqacha aytib o'tib ketaman. Masalan, e'tiboringizga mana bunday modda berilgan bo'lsin. Xo'p, bu moddaning nomini ayting deyilsa, bilasizki, mana 2 metil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 metil geptan deb aytasiz. Lekin agar mana bu qismida tasavvur qiling, mana bunday radikal biriktirilgan bo'lsa, buni qanday nomlaymiz? Albatta, mana ko'rib turibsizki, mana nomer qo'yganingizdan so'ng 3 metoksi deb nom berasiz. 3 metoksi, chunki bu metoksi radikali. Agar etil bo'lganda etoksi radikali deb atalar edi. Bu haqda hali oddiy efirlar mavzusida batafsil to'xtalib o'tamiz. Demak, bilishingiz lozim bo'lgan radikallarda mana spirt qismidan vodorodning chiqib ketishi natijasida hosil bo'lgan radikal metoksi, etoksi, oksi radikallar deb ataladi. Endi spirtlarda izomeriya hodisasini birgalikda ko'rib chiqamiz.
Xo'p, spirtlarning izomeriyasi boshqa sinf vakillariga nisbatan ancha oson, ya'ni hisoblash juda ham oson. Qanaqaki, bundan avval o'rgatgan bilimlarimizni eslab qolgan bo'lsangiz, yozmasdan hisoblab olishingiz ham mumkin. Agar esingizda bo'lsa, ushbu radikallarning nechtadan izomeri borligi haqida ma'lumotlarni aytib o'tgan edik. Mana radikallarni keltirib o'tdim. Bu radikal, masalan, propil radikalining ikkita izomeri borligini, butil radikalda 4 ta, ya'ni butil, izobutil, ikkilamchi, uchlamchi butillar borligini, pentilda esa 8 ta izomer borligini, shuningdek mana geksilda 17 ta izomer borligini aytib o'tgan edik. Agar bularni eslab qolgan bo'lsangiz, o'sha paytda ham aytgan edik, yodlab qo'ying deb. Agar yodlab olgan bo'lsangiz, mana bu spirtning izomerlar sonini demak bilasiz, 2 ta. C4H9OH tarkibli bir atomli spirtlar soni nechta deysiz? 4 ta deysiz. Mana bunday tarkibli spirt bo'lsa 8 ta, mana bunday bo'lsa 17 ta deb oldindan aytish mumkin bo'ladi. Lekin bu moddalarning nomlarini va izomeriyasini yozishni mukammalroq o'rganishingiz uchun keltirib o'tib ketamiz. Masalan, C3H7OH tarkibli moddaning izomerlarini yozib ko'ramiz. Birinchi izomerni hosil qilish uchun odatdagidek mana normal zanjir yozib, birinchisi uglerodga OH yozib olamiz. Ikkinchi izomeri esa OH-ni ikkinchi uglerod atomiga joylashtiramiz. Endi bu moddalarning sistematik va ratsional nomenklatura asosidagi nomlarini keltirib o'tsak. Xo'p, bu moddaning nomlariga e'tibor qiling. Masalan, mana birinchi izomerining sistematik nomi nega propanol 1 ekanligini tushungansiz, chunki OH yaqin tomonda nomer qo'yilar edi. Endi ratsional nomlariga e'tibor qiling. Darsligingizda yuqorida aytib o'tganimizdek, ratsional nomi xato berilgan va majburmiz shunday o'rgatishga. Bu moddaning nomi propil spirt bo'ldi. Aslida etil karbinol deb atalar edi, mayli. Muhim emas bu ma'lumot hozircha, mana bunisi. Mana bu nega propanol 2 bo'lganligini bilasiz. Izopropil spirtni aytib o'tib ketmoqchimiz. Mana bu qismi izopropil radikali bo'lganligi sababli izopropil spirt deb nomlandi. Endi C4H9OH tarkibli moddaning izomerlarini keltirib o'tamiz. Birinchi izomerini hosil qilish uchun odatdagidek mana tarmoqlantirmasdan normal holatda yozib olamiz. Lekin spirtlarning izomeriyasini yozishning oson usuli OH-ga e'tibor qilmasdan uglerodlar soniga qaraysiz, 4 ta, demak butan. Butanning izomerlarini yozib olasiz. Butanning mana normal butan holati bor edi va shuningdek mana izobutan 2 metil propan bo'lgan holati mavjud edi. Mana ikkitagina izomeri bor edi butanniki. Endi OH-ni mana bu izomeriga va bu izomeriga joylashtirsangiz, spirtning umumiy izomerlari hosil bo'ladi. Masalan, mana bunda OH-ni birinchisiga qo'yish mumkin. Shuningdek, ikkinchisiga qo'yish mumkin. Demak, yana bitta normal zanjirli qilib yozib olaman. Bu ikkinchi izomer bo'ldi. Mana uchinchi izomeri. Mana bu holatda birinchisiga OH qo'yish mumkin va shuningdek mana bu qismiga OH qo'yish mumkin bo'ladi. Mana haqiqatdan ham 4 ta izomeri mavjud. Mana 4 ta degan edik, 4 ta izomeri mavjud. Endi ularning nomlarini keltirib o'tamiz. Mana e'tiboringizga ushbu izomerlarning nomlarini keltirib o'tdik. Hammasi oson, to'liq tahlil qilib o'tirmaymiz. Masalan, ratsional nomlarga e'tibor qiling. Mana bu butil radikali, butil spirt, ikkilamchi butil spirt, izobutil spirt, uchlamchi butil spirt deb ataladi. Endi sistematik nomlari ham oson. Masalan, mana bunga e'tibor qiling. OH tomonidan nomer qo'yiladi. Mana 1, 2, 3 metil propanol 1 bo'lgan. Xullas oson. Endi spirtlar haqida yana bitta muhim ma'lumotni bilishingiz kerak. Spirtlar OH birikkan uglerodning lamchiligiga ko'ra birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi spirtlarga bo'linadi. Masalan, ushbu savollarga javob berib ko'raylik. Hop, C4H9OH tarkibli spirtning izomerlarining nechtasi birlamchi spirt, ikkilamchi va uchlamchi spirt deb so'ralgan. Mana 4 tagina izomeri mavjud. Masalan, birinchi izomer nechilamchi deyilganda bilasizki, bu birlamchi spirt. Chunki bu uglerod faqat bitta uglerodga birikkan. Va mana bu uchinchi izomeri ham birlamchi spirt. Chunki mana bu uglerod birlamchidir. Demak, shunga asosan birlamchi spirtlar soni 2 ta ekan.
Endi ikkilamchi spirtlar soni nechta deyilganda, mana e'tibor qilsangiz, faqat mana shu ikkilamchi butil o'z nomi bilan, mana bu uglerod ikkilamchi. Demak, ikkilamchi spirtlar soni bitta. Uchlamchi spirtlar soni ham mana e'tibor qilsangiz bitta. Xo'p, tushundingiz deb o'ylaymiz. Endi e'tibor qiling, yana spirtlarda izomeriyaning qanday turlari uchrashi haqida aytib o'tib ketamiz. Spirtlarda mana funksional guruh, ya'ni OH guruhning holat izomeriyasi mavjud. Bu degani nima degani? Mana asosiy zanjir o'zgarmasdan, faqat mana funksional gruppaning holati o'zgarishiga birinchi uglerodda edi, endi ikkinchiga o'tib qoldi. Demak, bu holat izomeriya deyiladi. Mana bunda ham holat izomeriyani ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari, tuzilish, ya'ni zanjir izomeriya, xuddi bundan avvalgi sinf vakillariga o'xshab zanjir izomeriya mavjud. Masalan, mana bu normal zanjir, bu esa tarmoqlangan zanjir. Demak, zanjirning o'zgarishi bilan vujudga keladigan izomeriya zanjir izomeriya deb atalar edi. Bundan tashqari optik izomeriya, ya'ni fazoviy izomeriya ham mavjud ushbu sinf vakillarida, lekin darsligingizda berilmaganligi sababli bu haqda to'liqroq to'xtalib o'tirmaymiz. Demak, odatda S4H9OH tarkibli bir atomli spirtlar soni nechta deyilganda, optik izomeriyasi hisobga olinmasin deyilsa, siz 4 ta deb aytasiz. Tushungan bo'lsangiz, ushbu topshiriqdagi savolga javob bering. Ya'ni, mana ikkinchi topshiriqqa e'tibor qiling. S5H11OH tarkibli spirtning barcha izomerlarini yozing, xalqaro nomenklatura asosida nomlang deyilgan ekan. Ushbu spirtning nechta izomeri borligini, ya'ni 8 xil izomeri borligini bilasiz, lekin ularni takrorini yozing va har birini nomlang. Shuningdek, video ostidagi izohlarda nomlarini qoldiring. Bundan tashqari, 8 ta izomerning nechtasi birlamchi spirt, nechtasi ikkilamchi va uchlamchi spirt ekanligini ham aytib o'ting. Yuqorida biz sizga S5H11OH tarkibli spirtning barcha izomerlarini yozishni topshiriq qilib bergan edik. Endi esa birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Ushbu spirtning izomerlarini yozish uchun OH ga emas, dastlab uglerodlar soniga e'tibor qilishingiz kerakligini ta'kidlab o'tgan edik. Demak, bu pentan. Dastavval pentanning barcha izomerlarini yozib olaylik. Mana normal pentan, shuningdek izopentan va neopentan deb ataladigan 3 ta izomeri mavjud edi. Endi mana bu OH-ni mana shu normal pentanning qaysi qismlariga qo'yib chiqish mumkin? Mana 1, 2, 3 ta holatiga qo'yish mumkin. Demak, bularni hali yozib o'tamiz. Mana bu izopentanda, ya'ni 2 metil butanda 1, 2, 3, 4 ta qismiga OH qo'ysangiz 4 xil spirt hosil bo'ladi. Bunda faqat bitta, xohlagan mana bu metillardan biriga qo'ysangiz bittagina izomer bo'ladi. Endi sanab ko'ramiz. Izomerlar soni nechta bo'ldi? Mana 3 ta, mana bu 4 ta bilan 7 ta, bitta. Umumiy 8 ta. Haqiqatdan ham 8 ta ekanligini ta'kidlab o'tgan edik. Endi shu yuqorida aytib o'tilgan spirtlarning formulasini yozib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek 8 ta izomerning har birini yozib chiqdik. Endi ularning sistematik nomenklatura asosidagi nomlarini keltirib o'tamiz. Mana e'tiboringizga barcha izomerlarning sistematik nomenklatura asosidagi nomlarini keltirib o'tdik va nomlanishi juda ham sodda. Masalan, bularni tahlil qilib o'tirmaymiz. Faqat mana bu adashtiradigan qismiga e'tibor qiling. Masalan, mana buni 2 metil butanol ikkiligi tushunarli, chunki mana raqamlash o'ng tomondan amalga oshiriladi. Lekin mana bunda ham raqamlashni agar radikal yaqin deb o'ng tomondan amalga oshirsangiz xato bo'ladi. Chunki bu spirt bo'lishiga sababchi bo'lgan qismi OH, demak OH tomonidan raqam qo'yiladi mana. Shunga asosan 3 metil butanol 2 bo'ladi. Bunda ham OH yaqin tomondan nomer qo'yiladi mana bunday. Shu tartibda. Endi mana bu savollarga e'tibor qiling. Birlamchi spirtlar, ikkilamchi va uchlamchi spirtlar soni. Birlamchi spirt deyilganda mana birlamchi uglerodga OH-ning birikishidan hosil bo'lgan spirt hisoblanadi. Mana bu birlamchi, bu ikkilamchi, mana bu ham mana birlamchi, mana bu birlamchi, mana bu birlamchi. Umumiy birlamchi spirtlar soni demak 4 ta ekan.
Xo'sh, ikkilamchi spirtlar soni nechta? Mana ikkilamchi spirt, chunki bu ikkilamchi uglerod. Mana ikkilamchi spirt. Mana bu qismda ham bor. Bo'ldi. Demak, ikkilamchi spirtlar soni 3 ta ekan. O'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, mana uchlamchi spirtlar soni o'zi bittagina. Xo'p, ushbu ma'lumotlarni ham daftaringizga yozib, xulosa qilib qo'yasiz degan umiddamiz. Yuqorida biz siz bilan to'yingan bir atomli spirtlar haqida batafsil ko'rib chiqdik, ya'ni nomlanishi va izomeriyalarni ko'rib o'tdik. Endi esa to'yinmagan bir atomli spirtlar bilan qisman tanishib o'tamiz. To'yinmagan bir atomli spirt deyilganda nimalarni tushunishingiz kerak? Biz biroz avval aytib o'tgan edikki, spirt bo'lishi uchun mana shunday ko'rinish bo'lishi kerak deb, ya'ni bir atomli spirtlar aynan radikalga bitta OHning birikishidan hosil bo'ladi. To'yinmagan bir atomli spirt bo'lishi uchun mana bu radikal qismi yo alken, yo alkin, yoki alkadin, yo shunga o'xshash bo'lishligi talab etiladi. Endi bir nechta moddalar keltirib o'taman, ularni birgalikda nomlab chiqsak tushunib olasiz degan umiddaman. E'tibor qiling. Xo'sh, mana bir nechta to'yinmagan bir atomli spirtlardan namunalar keltirib o'tdim. Endi ularning nomlarini birgalikda nomlab chiqaylik. Xo'p, mana bu moddaning nomini qanday hosil qilamiz? Dastavval sistematik nomini ko'rib o'tamiz. Sistematik nomini hosil qilish uchun buni ko'rganda siz alken deb o'ylaysizmi, spirt deb o'ylaysizmi? Albatta spirt deb o'ylaysiz. Demak, OHning mavqei balandroq qo'shbog'iga nisbatan. OH yaqin bo'lgan tomondan raqam qo'yish kerak. Ya'ni mana bu tomondan qo'yamiz. Xo'sh, bu moddaning nomini qanday hosil qilamiz? Propen deb aytdim. Propendagi qo'shbog' qaysi uglerodda? Mana ikkinchi uglerodda. Shu sababli propen 2 ol 1 bo'ladi. Tushundingiz deb umid qilamiz. Mana ol deganda OH nazarda tutilgan. OH 1da, qo'shbog' 2da deb aytildi. Endi mana bu moddaning nomini hosil qilib ko'raylik. Ham OH ham qo'shbog' yaqin bo'lgan tomon sizga nisbatan o'ng tomondan raqam qo'yamiz. Mana shunday. Endi bu moddaning nomini hosil qilish uchun bu modda mana 4 ta ugleroddan tashkil topganligi sababli buten, mana buten qo'shbog' ikkinchi uglerodda ol 1 bo'ladi. Buten 2 ol 1 deb nomlandi. Bu sistematik nom albatta. Endi buning nomini qanday qilamiz? Uchbog'iga nisbatan OH baribir mavqei baland, OH tomondan raqam qo'yamiz. Mana shunday. Endi bu moddaning nomi propin, chunki uchbog'. Propin 2 ol 1 deb nomlanadi. Demak, sistematik nomini ko'rib o'tdik. Endi keyingi moddani nomini qanday hosil qilamiz? E'tibor qiling. Bu moddani o'zi aslida eten ol deb aytishimiz kerak edi, yoki mana bu moddani ham qo'shbog' ham radikal yaqin tomondan nomer qo'yib, mana 1 2 3. Xullas, mana shunday tartibda nomlashimiz kerak edi, lekin qoidaga e'tibor qiling. Eslab qoling, to'yinmagan uglevodorodlarni bilishingiz eng muhim bo'lgan qismi ham aynan shunda. Qo'shbog'ga, mana qo'shbog' joylashgan uglerodda OH yashab tura olmaydi. Ya'ni qayta gruppalanib ketadi. Mana qo'shbog' boshqa yoqda, OH boshqa tomonda. Demak, bu modda mavjud. Lekin mana bu qo'shbog'ning ustida OH kelib qolsa, bunday modda mavjud emas. Boshqa moddaga aylanib, boshqa sinf vakiliga o'tib ketadi. Mana bu modda ham, demak, mavjud emas. Bunisi ham mavjud emas. Xo'p. Tushungan bo'lsangiz, endi bu moddalarning sistematik nomini yozib bo'ldik. Ratsional nomini qanday hosil qilamiz? Xo'p, mana bu radikalni tanigan bo'lsangiz kerak. Bu allil radikali. Demak, allil spirt deb o'qiladi. Keyingisi,
Mana bu radikal qanday radikal edi? Krotil. Shu sababli krotil spirt deb o'qiladi. Xo'p, keyingisi. Mana bu propagril radikali edi. Mana propargil radikali bo'lgani uchun propargil spirt deb o'qiladi. Xo'p, ana bu oxirgi modda mavjud bo'lmasa-da, bu moddani biz vinil spirt deyishimiz mumkin edi agar mavjud bo'lganda. Yoki buni ham qandaydir uslub bilan nomlash mumkin bo'lardi. Demak, to'yinmagan bir atomli spirtlarning nomlanishini, ratsional va sistematik nomlarini siz bilan ko'rib o'tdik. Unda hoziroq ushbu topshiriqqa e'tibor qiling. Bir nechta to'yinmagan spirtlar keltirib o'tilgan, ularning nomlarini hoziroq video ostidagi izohlarda qoldiring va biz albatta to'g'ri yoki xatoligini aytib, mavzuning keyingi qismiga o'tamiz. Agar yuqorida bergan topshirig'imizni bajarib bo'lgan bo'lsangiz, to'yinmagan bir atomli spirtlar haqida uzoq to'xtalish niyatimiz yo'q, ya'ni izomerlarni yozib ko'rsatmaymiz. Shu sababli o'zingiz bitta moddani, masalan, mana bunday tarkibli to'yinmagan bir atomli spirtning barcha izomerlarini yozing va nechta izomer chiqaza olganingizni, shuningdek nomlarini ham video ostidagi izohlarda qoldiring. Albatta, buning to'g'ri yoki xatoligini izohlab, mavzuning keyingi qismiga o'tamiz. Endi to'yinmagan bir atomli spirtlarda izomeriya hodisasini qisman bo'lsa-da ko'rib o'tamiz. Biroz avval biz sizga C4H7OH tarkibli to'yinmagan bir atomli spirtning izomerlar sonini hisoblashingizni aytib o'tgan edik. Endi esa birgalikda tahlil qilib ko'ramiz. Odatdagidek OHga e'tibor qilmagan holda, mana bu buten ekanligini, ya'ni to'yinmaganligini bilgan holda, butenning qanday izomerlar borligini yozib chiqamiz. Buten 1 mavjud, shuningdek buten 2 ni bilamiz. Qo'sh bog'ni bu yoqqa surishdan manfaati yo'q. Endi zanjirni qisqartirib, mana bunday holati mavjudligini aytib o'tamiz. Endi mana shu butenning 3 ta izomeriga OHlarni qanday joylashtirish mumkin? Masalan, mana bunda birinchi va ikkinchi uglerodga OH qo'yib bo'lmaydi, chunki qo'sh bog'da OH yashab tura olmaydi degan edik. Mana bu holatga OH qo'yish mumkin. Ikkinchi holati, mana bu holatga OH qo'yish mumkin. Demak, bunday tartib tugadi. Endi mana bunga o'tamiz. Bunda OHni faqat mana bunga yoki bunisiga qo'yish mumkin. O'rtadagi uglerodlarga OH qo'yib bo'lmaydi, chunki qo'sh bog'da yashamaydi degan edik. Mana bu 3-chi izomer. Bunda ham OHni yo pastiga yo yuqoridagi uglerodlarga qo'yish mumkin. Ularni mavqei bir xil bo'lganligi uchun bittasiga qo'yib qo'yamiz. Bu 4-chi izomer hisoblanadi. Endi bularning nomlarini keltirib o'tsak, yana ham tushunarli bo'ladi degan umiddamiz. Mana 4 ta izomerning ham sistematik nomenklatura asosidagi nomlarini keltirib oldik. Endi e'tibor qiling. Mana bu holatda nega bunday nom berganmiz? OH tomonidan nomer qo'yilishi kerak ekanligini yuqorida aytib o'tdik. Endi nega qo'sh bog' bu tomonda, o'ng tomonda yaqin bo'lsa ham OH tomonidan nomer qo'yildi deyilganda, aytamizki, OHning mavqei qo'sh bog'ga nisbatan baland turadi. Xo'sh, bu mavqelarni yodlab chiqish kerakmi deyilganda yo'q. E'tibor qiling, ushbu modda qaysi sinfga kiradi? Albatta spirtlar. Demak, spirt bo'lgandan so'ng bu moddani spirtga xos OH tomonidan nomer qo'yamiz buni. Shunga asosan buten, ya'ni N qo'sh bog' 3 da, ol 2 da bo'ldi. Mana buten 3, ol 2. Endi navbatdagi moddada ham mana bu tomondan nomer qo'yilgan. Ya'ni buten 3 mana ol 1 bo'ladi. Bu modda ham shu tartibda nomlangan. Mana bu moddaga e'tibor qilsangiz, qo'sh bog' o'ng tomonda yaqin bo'lsa-da, chap tomondan OH yaqin tomondan nomer qo'yamiz. Xo'p, umumiy izomerlari demak 4 ta ekan. Agar geometrik izomeriyasi, ya'ni cis trans hisobga olinsa, izomerlar soni nechta bo'ladi deyilsa, faqat mana bu qismida geometrik izomeriya bor. Chunki bu birinchi qo'sh bog', mana birinchi uglerodda joylashgan. Bunda ham birinchi uglerod geometrik izomeriya yo'q. Bunda ham. Faqat bunda geometrik izomeriya mavjud. Bu sababli umumiy izomerlariga
Agar geometrik izomeriyani hisoblasak, bitta qo'shiladi va 5 ta bo'ladi. Ya'ni mana buni hisobidan bitta qo'shiladi. Endi bir atomli spirtlarning fizikaviy xossalari bilan tanishib chiqamiz. Bu sinf vakillarining fizikaviy xossalari bundan avval o'tgan organik birikmalarning sinf vakillaridan tubdan farq qiladi. Chunki shu paytgacha ko'rdikki, 4-uglerodgacha saqlagan har qanday sinf vakili odatdagi sharoitda gaz edi. Lekin bir atomli spirtlarning dastlabki birinchi vakili ham odatdagi sharoitda suyuqlik hisoblanadi. Buning sabablari haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Hali ushbu ma'lumotlarga e'tibor qiling. Bir atomli spirtlarning dastlabki 4 ta vakili metil, etil, propil va izobutil spirtlar odatdagi sharoitda suyuqlik bo'lib, suv bilan cheksiz aralashadi. Cheksiz bu degani nima degani? Masalan, 1 stakan suv bilan 1 litr spirtni aralashtirishingiz mumkin yoki teskarisi. Xullas, istalgan miqdordagini aralashtirsangiz, chegara sirt hosil qilib qolmaydi. Ya'ni tasavvur qiling, masalan, yog' bilan suvni aralashtirsangiz, yog' tepada, suv pastda qolib ketadi-ku. Bunda aytmoqchiki, spirtlarni xohlagancha qo'shsangiz ham bir-biri bilan aralashib, gomogen sistemani hosil qiladi. Keyingi ma'lumotga e'tibor qiling. Bilasizki, spirtlar zaharli moddalar hisoblanadi. Spirtlarning zararlari molekulyar massasi oshib borish tartibida kamayib boradi. Xo'sh, bu nima degani? Masalan, spirtlarning molekulyar massasi eng kichik bo'lgan vakili bu metil spirt. Metil spirtning shunchalik zarari kattaki, agar bir tomchisi ko'zga to'g'ridan to'g'ri tushadigan bo'lsa, ko'r qiladi. Lekin agar ko'zga tushmasdan o'sha bir tomchining dozasi iste'mol qilinib ko'zga yetib borganda, u ham ko'r qiladi yoki ichki organlarning ko'pchiligini zararlaydi. Endi undan keyingi vakil etil spirt. Endi bu hammaga tanish, o'ta zararli narkotik modda hisoblanadi. Ya'ni organizmda o'rganish hosil qiladi va alkogolizm kasalligiga duchor qiladi. Xullas, zararli modda juda ham. Hamma balolarning oqibati ham mana shunda. Undan keyingi vakili propil spirti zarar biroz kamroq. Bu degani, ya'ni propil spirtni iste'mol qilish kerak degan ma'noni bildirmaydi. Hammasi zarar, faqat zarari keskin kamayib boradi. Undan keyingi ma'lumotga e'tibor qiling. Spirtlarning dastlabki vakili ham suyuqlik dedik. Nega endi suyuqlik? Chunki bularda vodorod bog' bor. Xo'p, vodorod bog' bo'lsa nima qiladi? Masalan, e'tibor qiling, suvning molekulyar massasi qancha? Bilasizki, 18 gram taqsim mol mana molyar massasi. Karbonat angidrid qancha? 44 gram taqsim mol. Qaysi biri og'ir? Deyilganda albatta aytasizki, suv yengil, karbonat angidrid og'ir. Nega unda odatdagi sharoitda karbonat angidrid og'ir bo'lsa ham gaz bo'lib uchib yuradi, suv yengil bo'lsa ham suyuqlik bo'lib pastda turadi, uchib ketmaydi? Ya'ni bug'latishingiz mumkin, qaynatsangiz keyin bug'lanadi. Buning asosiy sababi vodorod bog'dir. Ya'ni vodorod bog' nima qilib beradi? Molekulalar aro vodorod bog' bitta suv molekulasini qo'shnisi tortib turadi vodorod bog' bilan va uchib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Spirtlarda ham aynan shunday vodorod bog' borligi sababli dastlabki vakili ham odatdagi sharoitda suyuqlikdir va ularni qaynatish boshqa sinf vakillariga nisbatan ko'proq temperatura talab qiladi. Chunki qaynatish uchun avval vodorod bog'ini uzish kerak, so'ngra molekulalarni o'zaro harakatlantirish lozim bo'ladi. Demak, fizik xossalar qisqacha mana shulardan iborat. Esingizda bo'lsa, odatda hamma sinfni tugash qismida ishlatilishini va tarixiy nomlarni keltirayotgan edik. Lekin bu sinf vakillarini ishlatilish va tarixiy nomlarni hozir keltirmaymiz, chunki darsning boshida aytib o'tdikki, spirtlar bir atomli, ikki atomli va ko'p atomliga bo'linar edi. Spirtlarning tugash qismida, ya'ni ko'p atomli spirtlar qismida hammasini jamlab ishlatilishini va tarixiy nomlarni keltiramiz. Shunda sizga yozib olishingizga ham, eslab qolishingizga ham qulay bo'ladi. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edik. Bundan keyingi o'tadigan darsimiz ikki atomli to'yingan spirtlar bo'ladi. Hali ushbu mavzuni o'tmasimizdan oldin o'zingiz ushbu moddaga e'tibor qiling. C4H8OH2, ya'ni ikki atomli spirt. Bu moddaning nomi butandiol deb ataladi, ya'ni ikkita OH bor. Ushbu moddaning izomerlarini yozib ko'ringchi, nechta chiqaza olasiz? Ya'ni hali yangi mavzuga o'tmasimizdan oldin o'zingiz yozib ko'rsangiz, albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Yozib ko'rib, video ostida o'z izohlaringizni qoldiring.
Keyingi darsda uchrashguncha salomat bo'ling.